qilish hech keragi yo'q narsa. Bu ham bizdagi savodsizlikni bir ayanchli ko'rinishi. Tushunmovchilikni bir ko'rinishi. Odamlarda o'sha duoni ketidan kelgan va'dalarga juda ishonuvchanlik, bo'chlik bor. Odam duoni qilsa boy bo'lib ketadi. Odam duoni qilsa qarzi uziladi. Odam duoni qilsa bundoq bo'ladi degan gaplar odamlarni ayolini tortadi. Yaqinda bir kishi keldi. Ravoyat kechasida o'tiruvdik, domla bizga bir kitobdan o'qib berdilar. Hop, shuni so'ramoqchiman, so'rang. Xullas, bir namoz bor ekan. 4 rakatli namoz bor ekan, unda o'qiladigan suralar ham tayin ekan, duosi ham bor ekan. Shu namozni o'sha ko'rsatilgandek qilib o'qisa, 100 yillik namozini o'rniga o'tar ekan. O'zi 100 ga kirmagan bo'lsa, oshib qolgan bo'lsa, ota-onasiga ham qo'shilib ketar ekan. Ota-onasi ham undan oshib qolsa, endi u yoqni Xudoni xas qilib qo'yishgan bo'ladi. Bitta nafl namoz bilan bo'layotgan gap bu. Shuni so'radi haligi odam. Men aytdim, nimaga so'rayapsiz? Sizga domla axir kitobdan o'qib beribdi. Domla odam ekan, tushuntiribdi. Yana nimaga mendan so'rayapsiz? Desam, so'ragim keldida, dedi. Men aytdim, yo'q, sizni so'ragingiz kelgani yuragingiz ko'tarmayapti. Aqlingizga sig'mayapti bu. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin deganni ochiq aytishdan qo'rqyapsiz, chunki kitobda bor domla aytgan gapni inkor qilolmayapsiz. Men shuning uchun sizdan shuni so'rayapman. Demak, bu o'zi oddiy bir din ilmini o'qimagan insonni ham kallasiga sig'maydigan narsa. Men afsuski, ana shu duo kitoblarning ko'pida ana shu narsa bor. Ana shu narsa bor. Odamlarni dangasalikka, ana shunaqa bo'lmasdan, amal qilmasdan bir narsaga erishishga va hokazolarga undaydigan narsalar bor. Shuning uchun bu kitoblar ko'payyapti, chiqqanini talab etyapti odamlar, pulga qiziqqanlar yana chiqaryapti va hokazo. Haqiqatda esa o'zi haqiqatda duo juda ulug' narsa. Bu ibodatni iligi, mo'minning istilohi juda katta fazilatga ega narsa. Lekin duoni matni ham bor, duoni o'zi ham bor. Va Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni virdlarni o'zimizga vazifa qilib, virdlarimizni ixlos bilan bajarib, kun tartiblarimizni dinimiz ta'limoti asosida qilib, uni yaxshiligidan, foydalaridan bahramand bo'lib yurishimizni nasib etgan bo'lsin.